yana eshitmoqchisizlar, bilaman. Lekin bitta narsani aytib qo'yay. Muhtaram prezidentimiz bor ekan, O'zbekistonda har kuni shunaqa bayram bo'ladi. Muhtaram prezidentimiz Shavkat Miromonovich mana shu holatda xalqning qadrini o'ylab mana shunaqa bayram bo'lib mazza qilib yashashi uchun hamma va sharoit yaratilgan. Yana qaytaraman, muhtaram prezidentimiz Shavkat Miromonovich bor ekan, bu odamning umri uzoq bo'lsin, tani joni sog' bo'lsin. Shu odam bor ekan, har kun O'zbekistonda bayram. Shunday. Mana hozir yangi yil bo'ldi. Qashqadaryo xonanda ansambllari bilan o'tirgan tomoshabin birga qo'shiq aytyapti. Mana kechagi ma'ruzalarning ta'siri, mana kechagi chiqishlarning prezidentimizning ta'siri, mana prezidentimizning xohishi, xalq ashilla aytsin, xalq maqom aytsin. To'yga to'y boshlanishda chiqib 2 dona 3 dona maqom ashulasi bilan boshlansin deyapti. Shuning uchun bugun o'tirganlar maqom aytyapti. Bu prezidentimizning orzusi. Sog' bo'lsinlar prezidentimiz. Hammalaringizga rahmat. Sog' bo'linglar.